Dada sizga aytar gapim bor mening, yuragim so'zlashga shoshyapti mana. Bugun hammasini oshkor aytaman. Eng zo'r insonim siz o'zingiz dada. Agar siz har kuni limon va bodring sharbatini ichsangiz, tanangizda 5 ta ijobiy o'zgarishni sezasiz. Birinchisi, vazn tashlaysiz. Limon va bodring metabolizmni tezlashtiradi. Tanadagi zararli yog'larni eritishga yordam beradi. Ikkinchisi, teri holati yaxshilanadi. Bodring tarkibidagi vitaminlar husnbuzar paydo bo'lishini kamaytiradi va terini tiniqlashtiradi. Uchinchisi, organizm tozalanadi. Bu ichimlik toksinlarni chiqaradi va detoks jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada ichki organlar faoliyati yaxshilanadi. To'rtinchisi, ustim bo'la olmassan dunyoga sen ham. 5 kun yashab yashamay o'tarman men ham. Ikkimizni yaratib bir xil tuproqdan, ikkimizni bir tuproq etadi egam. Men ko'p qoraroqman, oqroqsan balki. Men bitta qashshoqman, boyroqsan balki. Tomoqdan to oyoq gunohsan balki. Seni bir kun so'roq etadi egam. Ikkimizni bir tuproq etadi egam. I'm so in love with you. You're nasty flowers. I see for hours. Yana bir marta shu kalta kiysan go'shingizni yeyman men sen qizda. Aka kaltama tizimdan-ku. Chuchuni kichkinasi tizangi past seniki emasmi? To'g'oningni ham joyidan ko'ylak kiymasang uydan bir qadam ham chiqmaysan. Of! Bo'ldimi? Voy ana oydekkina qiz bo'lib qopsan. Icham. Yana nima xunuk qisiq bo'lar ekan? Qaysan? Mana deganing nima chachincha yo'g'on? Jalmuzda bo'yani o'g'ar o'ylaymi buni? Aka siz buni emas, men akam-ku. Seni akang bo'lsam buni bo'lg'usi yeriman. Ha? Yeriman men. Singillarga akalar bir yerdagi bir singilga 7 mahalla aka deydi. Hayot davom etadi. Hammasi chiroyli davom etadi. Alloh bizdan kimnidir oldimi? Bu xayrliga, bekorga emas. Nimadandir bizani asragan bo'ladi. Shu narsani men qabul qildim. Nimaga degan savol beriladi o'zingizga-da, nimaga debdi, lekin daryodan aytar ekan Alloh, sabr qilgin. Senga chiroyli narsam bor-da, meni ozgina kutgandir ekanda, bu xayrliga va har bitta narsa yaxshiligiga.